Choyxonada tayyorlanadigan yana bitta go'zal taomni pishirib ko'rsatib beraman. O'rganib olinglar, kerak bo'ladi. Bitta chiroyli duodan so'ng ishimizni boshlaymiz. Mol go'shtini qovurg'a qismini xuddi shunaqa qilib kestirib olamiz. Plyonkalarni shilib, ortiqcha yog'lardan tozalab olamiz va videoda ko'rsatilgandek pichoq bilan sanchib chiqamiz. Shunda go'sht orasiga ham marinad yetib boradi. Marinadga nimalar qo'shilganligini hammasini video tagida to'liq qilib yozib qoldirdim. Ana endi tayyor massani go'shtimiz ikki tomoniga surib, yaxshilab ishqalab chiqamiz. Ustiga xohishingizga qarab archa shoxidan qo'shsanglar, bu o'ziga yarasha ta'm beradi. 3 piyola suv quyamiz. Birinchi pergament, ustidan folga bilan o'rab, 180-200 haroratda 4 soat davomida pishirib olamiz. Mana taomimiz ham tayyor. Endi uni o'zingizlarning xohishingizga qarab bezab, dasturxonga tortsanglar bo'ldi. Güldür canonim, güldür mıstonim, ko'zi ceylonim. Buni qaranglar. Choyxona taomini duxovkada xuddi shunaqa yumshoqqina qilib pishirsa bo'ladi. Yaqinlaringizga albatta tayyorlab beringlar.